Bizni mentalitetimizda bir g'alati bir odat borda, ya'ni yangi kelin-kuyov to'ydan keyin 3 oy o'tdimi, yangilik bo'ldimi deb so'rashni boshlashadi. Aslida esa bu juda ham noto'g'ri. Stress yomon narsa. Ya'ni bitta tavsiya qilaman, homiladorlikni rejalashtiryapsizmi, homiladorlikni o'ylamaslikka harakat qiling. Bu kulgili eshitilishi mumkin. Bir narsani o'ylaysiz, stress ta'sirida gormonal o'zgarish kuzatiladi. Erkaklarda urug'ni morfologiyasi o'zgarib ketadi, ayollarda follikula yetishmasligi, tuxum hujayra yetishmasligi kuzatiladi, ya'ni gormonal balans buzilib ketadi. Siz jinsiy aloqadan shunchaki lazzatlanish maqsadida foydalaning. Alloh beraman desa farzandli bo'lasiz, Xudo xohlasa. Lekin farzandli bo'lishim kerak deb o'ylabgina jinsiy aloqa bilan shug'ullansangiz, bu o'ylovni ta'sirida gormonlaringiz o'zgarib ketib qoladi. Shuning uchun tavsiya qilaman, jinsiy aloqadan farzandni rejalashtirib emas, lazzatlanish maqsadida foydalaning.